O'zbekiston Respublikasida sportni, xususan aralash jang san'ati yo'nalishini rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor va yaratilayotgan qulay sharoitlar natijasida so'nggi yillarda ushbu sport turi tobora ommalashib bormoqda. Xususan Ichki ishlar vazirining O'zbekiston aralash jang san'ati assotsiatsiyasi raisi etib saylanishi mazkur yo'nalishda tizimli ishlarni yo'lga qo'yish, yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash hamda xalqaro sport maydonida mamlakatimiz nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Ana shunday yuksak e'tibor va tashkiliy salohiyat samarasi o'laroq Buxoro shahridagi Universal sport majmuasida aralash jang san'ati bo'yicha nufuzli Amir Temur Fighting Club 27 hamda Brave Combat Federation 103 xalqaro musobaqasi yuqori saviyada tashkil etildi. Ushbu musobaqada erkaklar bilan bir qatorda ayol sportchilar ham ishtirok etib, o'zlarining jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik darajalarini namoyon etdilar. Bellashuvlarda O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Pokiston, Hindiston, Turkiya, Rossiya, Bahrayn hamda boshqa qator davlatlardan tashrif buyurgan professional sportchilar qatnashib, g'alaba va chempionlik kamari uchun murosasiz kurash olib bordilar. Har bir uchrashuv yuqori mahorat, jangovar ruh va qat'iyat bilan kechib, tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi. Musobaqaning eng e'tiborli jihatlaridan biri Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Sharif Qo'shayevning mazkur turnirdagi munosib ishtiroki bo'ldi. U rossiyalik sportchiga qarshi kechgan jangda ishonchli va qat'iyatli harakat qilib, raqibini muddatidan oldin mag'lub etdi hamda o'zining navbatdagi g'alabasini qo'lga kiritdi. Ushbu natija ichki ishlar organlari xodimlarining nafaqat xizmat faoliyatida, balki sport sohasida ham yuksak salohiyatga ega ekanligini yana bir bor namoyon etdi. Mazkur xalqaro musobaqalar Buxoroning sport salohiyatini keng targ'ib etish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish, mamlakatimizda MMA sport turini yanada rivojlantirish hamda xalqaro sport hamkorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.